Yuzingizda hech qachon ugri va ajinlar bo'lmaydi. Bu sinalgan usul. Bu tabiiy mahsulotlardan tayyorlangan boteks. Uy sharoitida ham tayyorlanishi juda oson. Hattoki yuzdagi dog'larni va qora nuqtalarni ham ketkazadi. Yuzingizni xuddi yangi tug'ilgan chaqaloqnikiday qiladi. Buni sinaganingizdan keyin menga albatta rahmat etasiz. Unda boshladik. Idishga tuxum chaqasiz va 2 choy qoshiq kofe va yarimta limonni siqib va bir dona aspirin tabletkasi kerak bo'ladi. Bu aspirin tabletkasini kukun holatiga keltirib va buni yaxshilab aralashtirib, buni quyuq holatga keltirib olib, yuzimizga surtamiz va 20 daqiqadan keyin yuzimizni iliq suv bilan chayib tashlaymiz va bu muolajamizni kunora 20 kun davomida qilamiz. Har aytgancha, aytganimizdek yuzimiz undan keyin chaqaloqnikidek oppoq va silliq bo'lib qoladi.